Aka-ukalar, hozir martda chiqqan 5 kilo, 5,5 kilo bo'lib o'ynaydi. Bularning otasi o'sha Pramoy Koreya, Bardoviy. Qanotlarning palasasi, aka-ukalar, tunlari, raketaligi, aka-ukalar, bular hammasi bir xil raketa jonivorlar. 5,5 kiloni zo'ri bo'lib o'ynaydi. Buni qara, cho'jani ham aka-ukalar tomosha qilinglar. Voy! Aka-ukalar, bir tomosha qilib maza qilinglar. Tomoshaga aka-ukalar. Raketa 100 talik Koreya aka-ukalar, 100 talik Balanston. Oqqush qirolichani qizi aka-ukalar, onasini ham tashlab qo'yaman aka-ukalar. Yaxshi pul beradi. Martda chiqqan. Fevralda oxiri martda boshi aka-ukalar. Jo'jamakiyon, tomosha qilinglar. Bular turishi shunaqa, hammasi raketa jonivorlar. Joningda haqiqiy qirolicha. Mana malika. Tomosha qilaman, maza qilinglar. Xudo xolasa yoshiga to'lsa 5 kiloda bo'ladi bu ham. 4,5 kilo, 5 kiloda bo'ladi. Mana makiyon. Tomosha qilganim maza qiladi. Hamdana xo'rozi ham bor, tashlab beraman aka-ukalar. 25-biletga chiqqan prizimiz. Mana jo'ja. Ay joninglar. Mana prizlarni bitta-bitta chiqarib olyapmiz. 25-biletga chiqqan priz. Ay jonivor. Aka-ukalar, 21-biletga chiqqan prizimiz. Mana jo'ja. Mana prizlar. Voy joning sog' bo'lsin. Mana sog'lig'ini chiqarib olyapmiz. Aka-ukalar, mana bu oliy priz bo'ladi. 10 ta bilet olgan qirg'izistonlik akamizga. Voy joninglar, chiqarib olyapmiz. Sog' bo'ling. Chiqarib olyapmiz, xudo xolasa. Voy joninglar. Asa yoshiga to'ldi bu jonivor. Haqiqiy shigardanchi. Jonivor.